Ana endi biz bugungi turnir tashkilotchilaridan biri Muzaffar Rajabovdan ham fikrlarini so'raymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Farg'ona. Ko'ryapmiz hammamiz, hammalaringizning kayfiyatlaringiz yaxshi. Bundan xursand bizni. Nima deyman? Har doim aytaman. Bu sport biza payti yo'q edi. Hozirgi paytga shunaqa sharoitlar. Hozir ko'ryapman farg'onalik sportchilarni, bularga qarab havas qilyapman. O'zining yurtiga, xalqning yoniga urishyapti. Bu bizani o'z havasimiz edi. Hozir nima deyman, shu yoshlarimiz biza bu yil Abu Dabida yoshlar o'rtasida jahon chempionatiga bordik. O'shanda ikkita jahon chempionimiz bo'ldi yoshlar. 63 ta davlatda 7-o'rinni kuchli 10talikka kirdik. Shu yoshlarimizni hozir bir taqdirlab qo'yamiz. Nima deyman, bu 2 marta jahon chempioni bacham, bunisi 1 marta jahon chempioni. Jahon chempioni degan narsa o'zimiz olib borgan bitta narsa, bu oson emas. 6 marta bir kunda ringga kiradi bu bachalarimiz. 6 marta 6 ta davlatni bayrog'i olib chiqadi. Bular O'zbekiston bayrog'i bilan chiqadi. O'zi kichkinacha bo'lsa ham shunday bayroqni o'rab chiqadi. Biz bularga qarab yig'lashimiz keladi. Hozir shunaqa sharoit, yoshlar jahon chempionatiga boribdi. Bundan biz xursand. Nima deyman? Hozir amallaringiz, xabarlaringiz bor. Yangi rahbar tayinlandi. Xudo xohlasa endi bu yog'i yanada oldinga harakatni qilamiz, to'xtash yo'q. Bu yil jahon chempionatiga Xudo xohlasa kuchli 10talik emas, bizda 1-o'rin bo'lgan, endi bu yog'i har doim 1 bo'lishda harakat qilamiz. Rahmat amallaringizga. Shunday sharoitlar yaratib beribdilar, bergan shunda hammamizda. Shuni aytaman sizlarga, bunaqa sharoit yaratib bergan hurmatli prezidentimizga katta rahmatimni aytaman. Rahmat amallaringizga. Aytib o'tilganidek, azizlar, hozir Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor Ikramov Azizbek Isroilovich bilan birgalikda hozir nomlari yuqorida tilga olingan barcha mehmonlarimizga ham sovg'alar taqdim etiladi. Avvalo mana shu MMA bo'yicha Farg'ona viloyatidagi fidokor insonlardan biri Bobur Qo'ziboyevga esdalik sovg'asi taqdim etilmoqda. Navbatdagi esdalik sovg'asi MMA bo'yicha jon kuyar murabbiylardan biri, farg'onalik murabbiylardan biri. Olqishlab qo'yamiz. Shohruxbek Usmonov. Va yuqorida aytib o'tildi, yurtimiz sharafini jahon chempionatida munosib himoya qilib, oltin medalni qo'lga kiritgan farg'onalik sportchimiz Abdulaziz Xolmatov. Olqishlab qo'yamiz. 2 karra jahon chempioni bo'lgan ushbu yoshimiz. Va Abu Bakr Mirzaxo'jayev. Bu yosh yigitimiz ham bu yilgi jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritdilar. Maxsus pul mukofotlari bilan taqdirlanishmoqda. Bir gapim esimdan chiqibdi. Shohruh ukamiz shu yerda ko'p sportchilarni nima qilyapsan, senga rahmat. Yaxshi tarbiyalar qilyapsan, yaxshi yo'llarga O'zbekiston chempionatiga o'zi xizmat qilib olib boribdi. Jahon chempionatiga ustiga boribsan. Yaxshi ishlar qilyapsan, uka, senga katta rahmatimni aytaman. Hali bular yaxshilikka qayta desanda, Bobur, sanam uka, sanam молодец. Hamma qiyin paytlar o'tdi uka. Bu yog'i Xudo xohlasa endi faqat bilasan-ku. Rahmat hammalaringizga, yaxshilik.